Bugungi kun. Allohga beadad hamd va shukrlar bo'lsinki, davlatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng diniy qadriyatlarimizga ham keng yo'l ochildi. Kishi hayotida ikki yo'ldan birini tanlab olishi shart, ya'ni mo'minlik va johillik. Mo'minlik zamonaviy til bilan aytganda komil inson degani. Komillikka esa faqat va faqat ilm olish yo'li bilan erishiladi. Zero payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir. 5-10 kichik suralarni yodlab olib, 5 vaqt namozini masjidda o'qib, qolgan vaqtini choyxonada nard o'ynab o'tkazadigan kishi o'zini mo'min deb hisoblasa yanglishadi. Maborahim Mashrabning bir bayti bor, unda shunday deyiladi: "Maysiz ham bodasiz Makkaga bormoq ne kerak? Ibrohimdan qolgan ul eski do'konni na qilay." Bu dahriylar talqinida Makkaga arog'i musallas olib borish kerak ekan degan ahmoqona ma'no chiqadi. Maborahim Mashrab bu bilan nima demoqchi? Agar ilm egallamagan bo'lsam, ilm orqali Allohni tanimagan bo'lsam, Makkaga borganimdan nima foyda? Johillik bilan borilsa Ka'ba muqaddas dargoh sifatida ro'parangizda qadr oslamaydi. Balki johil uchun Ka'ba Allohning uyi emas, Ibrohim alayhisalom degan kishi bir vaqtlar qurib ketgan iboratdir. Ha, johillik bilan Allohni tanib bo'lmaydi. Allohni tanishda to'g'ri yo'l ko'rsatadigan ilmiy kitoblar ancha ko'paydi. Alhamdulillah. Bugun kitob rastalariga qarab ko'z quvonadi. Lekin shu bilan bir qatorda bu kitoblardan tashqari insonlarni aqidaviy masalalarda to'g'ri yo'ldan adashtiradigan, chalg'itadigan adabiyotlar ham uchrab turibdi. Bu kabi asossiz, taktugi noma'lum adabiyotlar odamlar orasida har xil xurofiy bid'at, urf-odatlarni keltirib chiqarmoqda. Shunday adabiyotlardan biri Mushkul Kishot marosimi uchun asos bo'layotgan Qissai Bibi Seshanba haqidagi kitoblar. Mushkul Kishot kabi xurofiy bid'at amallar hali hanuz odamlar orasida kezib yurganiga sababchilardan biri bu mavzulardagi soxta adabiyotlarni sotuvchilar va bu marosimlarni uyushtiruvchi soxta otinoyilardir. Bu marosim asosan ayollar tomonidan o'tkaziladi. Bu marosimni o'tkazish shariatimizda yo'qligini tushuntirmoqchi bo'lganingizda, ular sizni eshitishni ham xohlamaydilar. Asossiz taktugi noma'lum bo'lgan adabiyotlarni sizga asos qilib ko'rsatishga harakat qiladilar. Endi bu adabiyotlarda ko'rsatilgan ma'lumotlar qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini bilish uchun Qissai Bibi Seshanba kitobchasidagi, agar uni kitob deb atash mumkin bo'lsa, ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishib chiqsak. Hammamiz ham yoshligimizda Zumrad va Qimmat yoki Zolushka ertagini o'qiganmiz yoki eshitganmiz. Bu ertaklarni sizga eslatishimizdan maqsad Qissai Bibi Seshanba qissasi shu ertaklar asosida to'qib chiqarilgan. Emishki bir yetim qiz o'gay onasining qo'lida azoblanib yurgan bo'ladi. Kunlardan bir kuni qizning sigiri yo'qolib qoladi. Qiz sigirini istab bir g'orga kirib ketadi. G'orda bir Bibi Seshanba, ya'ni bu shaxs Zolushka ertagidagi feyaning aynan o'zi qizni mushkullarini osonlashtiribdi. O'sha yetim qiz kunlardan bir kuni o'sha shaharning akobiri zodagonlarining to'yiga bormoqchi bo'lganda, Bibi nauzubillahi min zalik jannatga qo'l uzatib, jannatdan kiyim-kechaklar olib beribdi. To'yda o'gay onasini ko'rib qolib, u yerdan chiqqanida kovushi tushib qoladi. Kovushini topib olgan akobir kimga bu kovush to'g'ri kelsa, unga uylanishini aytadi. Xullas kovush qizga to'g'ri keladi va shunday qilib qizga uylanadi. Xuddi Zolushka ertagidagidek. Bu qissani yozgan shaxs shu ertaklardan olganmi yoki shu ertaklarni yozganlar shu qissadan foydalanishganmi bilmadi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu bir mantiqsiz asos zamirida yozilgan qissalar musulmonlarni dinning asosi bo'lgan tavhiddan uzoqlashtirish maqsadida chalg'itish uchun din dushmanlari tomonidan odamlar orasiga kiritilgan buzuq e'tiqoddir. Kitob faqat o'qish uchun emas, balki undan ma'no va mazmunni o'qish hamda haqiqatni bilish uchun yozilmaganmi? Qo'limizga kitob shaklida nima tushsa, unga ko'r-ko'rona ergashib ketaverish, haqiqiy hojatlardan behojat zot Alloh qolib, to'qimi yo'q yerdagi narsalarga yoki o'lib ketgan suyaklari ham chirib bitgan zotlarni shafoatchi qilib olish, johiliyat davrida odamlar orasida butlarni Alloh bilan bandalar o'rtasida shafoatchi qilib olish oqibatida butparastlik kelib chiqqani na shariatga to'g'ri keladi va na mantiqqa. Endi bu xurofiy odat asli odamlar orasiga qayerdan kirib kelganligini va bu amal shirk ekanligini ilmiy tarzda tarixiy manbalarni o'rganish orqali yechim topishga harakat qilamiz. Bibi Seshanba kelib chiqish mohiyatiga ko'ra ma'buda ramzi bo'lib,
uning ildizi O'rta Osiyo va O'rta Sharqda islom dini kelguniga qadar keng yoyilgan ma'buda Anahita, Nahitga borib taqaladi. Anahita dehqonchilik va chorvachilik, hosildorlik va pishiqchilik ma'budasi hisoblanib, go'yo uning qudratiga inson va hayvonlar, qushlar va barcha jonivorlar ham bo'ysungan deb hisoblanar edi. Ana shu xurofiy ishonch Zardushtiylik dini sarqiti musulmon odamlari orasida bebi mushkul kishot, ya'ni kishini har qanday mushkuldan xalos etuvchi ona obraziga aylandi. Qadimda uning shaxsini targ'ib qiluvchilar Bibi Halfa nomi bilan yuritilgan. Hozirda biron bir diniy ma'lumotga ega bo'lmagan soxta otin oyilar tomonidan targ'ib qilinib kelinmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aql egalari uchun bundan ortiq hujjat keltirishga hojat bo'lmasa kerak. Endi Allohning quliman degan muslim va muslimalar Allohning o'zidangina boshga tushgan qiyinchilikni, mushkullarni oson qilishini so'rashimiz kerak. Bu to'g'rida aniq va ishonchli manbalar bor. Ularni topib, o'qib, amal qilishga harakat qilmog'imiz shart.